Isroil opa, omadsizlikka uchrashga ajdodlarning nasliy programmasining ta'siri bo'ladimi? Ta'sir bo'ladi. Bilasizmi? Agar ajdodlari badavlat bo'lgan yoki omadli bo'lgan yoki katta lavozimlarda ishlagan, lekin uni hayotida fojia yuz bergan, shu fojia natijasida boyligini yo'qotgan, sog'lig'ini yo'qotgan, oilasini, hatto vatanini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Mana shu revolyutsiya davrlarida ko'p badavlat insonlarni surgun qilingan, pul boyliklari tortib olingan, surgun qilingan. Shunda bu odam hayotdan xulosa chiqaradi. Nimaga ham boy bo'ldim, nimaga ham shu mansabda o'tirdim, menga mana shu baxtsizlik keltirdi. Hatto buni natijasida hayotidan ajragan bo'lishi mumkin, vafot etib ketgan bo'lishi mumkin odamlar. Mana bu DNK orqali o'tadi. DNKdan avlodlariga shu tushuncha keladi. Mana u insonni ayoli turmush o'rtog'ini yo'qotdimi, boyni ayoli edi, birdan kambag'al ayol bo'lib qoldi va turmush o'rtog'im boy bo'lgani uchun surgun qilindi deyaptimi, u ayoldan farzandlariga o'tadimi, bu farzandlarida boy bo'lish xavfli degan tushunchani yaratadi. Boy bo'lsang, surgun qilinasan, boyligini olib qo'yib o'zini o'ldirib yuborishadi degan qo'rquv paydo bo'ladi va bu odamlar endi boylikni his qilgan, boylik tuyg'usi bor, birdan boy bo'lib ketaveradi, lekin aynan o'sha surgun qilingan yoshga yetganda, otasi yo bobosi surgun qilingan yoshga yetganda u boyligini yo'qotishi mumkin yoki boyligi birdan ko'payib borganda uni aqli o'sha programmani o'qib ketadi. Boy bo'lsang, seni surgun qilishadi degandek, shunaqa vaziyat yaraladiki, boyligini yo'qotish kerak yoki mansabdan ketish kerak. Shunaqa hayotida keyin baxtsizlik yuz berish kerak. Aslida o'sha ajdodlar hayotidagi fojia uni hayotida takrorlanib qoladi. Demak, o'sha agar biz bu narsani tushunib qolsak, ildizini topsak, o'sha ajdodni hayoti bilan ishlaymiz biz. Chuqur bu regressiv genogrammalar qilinadi, affirmatsiyalar, ya'ni ijobiy duolar etiladi. To'xtovsiz mana shu aql programmasini o'zgartirish, korreksiya qilish uchun ishlaymiz. Biz mana shu tushunchani o'zgartiramiz. Ya'ni boy bo'lsang, sen surgun bo'lasan, o'lasan yoki boy bo'lsang, senga jazo bor degan tushunchani ongidan olib tashlaymiz, ong ostidan o'zgartiramiz. Shunda u insonning hayotida endi izobiylik kirib keladi, xotirjamlik, badavlat bo'lishga imkoniyatim bor ekan, menga ruxsat berilgan ekan, u tushunadi ongi bilan va erkin ishlab hayoti bir tekisda ketishi mumkin bo'ladi. Hozir